Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimizga anchadan buyon video joylamagandik. Bugun zarurat tufayli mana shu video darsni chiqarishga qaror qildik. Demak, bugungi darsimizda hammaga ma'lum bo'lsa ham qisqacha o'zimiz sohamizdan kelib chiqib, mana shu masalalarga to'xtalib o'tamiz. AI nima va turlari. Aynan bizani sohada kooperativ ishlatiladigan turlari yoki ilmiy faoliyatda ish yuritishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan turlar haqida to'xtalamiz. Hozirgi eng mashhur sun'iy intellekt tizimlari nimasi bilan bir-biridan farq qiladi? Qisqacha to'xtalamiz. Til modeli qanday ishlaydi? Token va hokazo. AI yordamida ilmiy ishlarni bosqichma-bosqich tayyorlash. AI ya'ni sun'iy intellekt yozgan parchalarni tekshiruvchi dasturlar, AI detektorlar va hokazolarga to'xtalib, amaliyotda tekshirib ko'ramiz. Ta'lim muassasalarini himoyalash masalalariga, kelajakda ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish qanaqa o'zgarishlar kutilishi mumkinligiga ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi masalamiz bugun sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt demak ma'lum bir o'sha arxivda, internetda bor ma'lumotlar bazasiga asoslanib natija, tavsiya, qaror yoki kontent yaratishga mo'ljallangan kompyuter dasturi. Demak, u bor ma'lumotlarni tahlil qilish asosida sizga bir ma'lum bir natijani, javobni, tavsiyani berishi mumkin. O'zi statistika qilib, mantiqan saralab oladi. Xo'p, bu masalan bizaga 2023-yilda GPT nomi bilan endi mahalliy tilda kirib kelgan bo'lsa, turlar masalasiga to'xtalmoqchiman-da. O'sha paytda bizda uyik sun'iy intellekti, ya'ni xususiy deydi. Ya'ni bitta ishni qilishga mo'ljallangan, ma'lum bir savolga faqat javob berishga mo'ljallangan. Faqat matn yaratishga, faqat rasm yaratishga, faqat video yaratishga mo'ljallangan sun'iy intellekt mahsulotlarini biz demak ishlatib kelganmiz, kompyuter dasturlarini. Mana bugunga kelib o'zi biz ikkinchi bosqichga endi bu yoqda alohida to'xtalib o'tilganim yo'q. Chuqurlashtirish uchun bugunga kelib generativ, ya'ni insonga o'xshab bir nechta ishlarni qila olishimiz. Masalan, biza bitta ish bilan doimiy faqat shug'ullanmaydi-ku inson. Bir nechta ishlarni qila olishi mumkin. Hozirgi kunda endi mana shu generativ AIga o'tyapmiz. Va o'zi yaqinlashib qoldik. Buni 2026-yildagi inqilobi mana sun'iy intellekt agentlari sodda aniq tushuntirishga harakat qilaman. Mana qarang. Demak, sun'iy intellekt nimaligini tushundik. Ular yangilik yaratmayapti. Bor ma'lumotlarni tahlil qilish asosida ma'lum bir masalaga yechim beryapti. Eng birinchi chiqqan sun'iy intellekt mahsuloti, to'g'rimi? Ma'lum bir masalaga yechim berilyapti va bitta soha bilan shug'ullanyapti. Ikkinchi sun'iy intellekt mahsulotlar bo'lyapti. Ya'ni generativda kelib bir nechta vazifalarni bajara oladigan sun'iy intellekt agentlari 2026-yilga inqilobi deb aytishimiz mumkin sun'iy intellekt sohasida. Uchinchi turi bo'lishi kerak sun'iy intellekt, ya'ni super sun'iy intellekt. Insonga o'xshab juda ko'p vazifalarni bir vaqtda bajara oladigan sun'iy intellekt mahsuloti hali u darajagacha yetib bora olgani yo'q. Faqat ikkinchi bosqichga o'tish jarayoni. Demak, sun'iy intellekt 3 ta turini ko'rib o'tyapmiz. Biz faqat ikkinchi turiga ozgina hozir to'xtalamiz. 2026-yilga kelib sun'iy intellekt agentlari ishlab chiqildi. Mana qarang, buni oddiy tushuntiramiz. Mana endi GPT deymiz. GPT chiqqan paytda oddiy Telegram adminlarini aytaylik yoki
marketologlar bo'ladimi, oddiy hammaga tushunarli sohada aytmoqchiman. Ma'lum bir post, reklama postini yaratish uchun sun'iy intellektda matn yozdirgan bo'lishi mumkin, rasm tayyorlatirgan, bittasiga kirib video qilgan va o'sha sun'iy intellekt orqali ma'lum bir qachon joylash kerak, statistika, analitika va hokazolarni ishlarni bo'lib sun'iy intellekt dasturlari orqali amalga oshirgan. Lekin inson aralashuvi bo'lyapti. Sun'iy intellekt agentlari nima? Sun'iy intellekt agentlari endi bitta ish tufaylidir-da. Sun'iy intellekt masalan ham o'zini sohasidan kelib chiqib sun'iy intellekt agentini yaratishi mumkin. O'sha agent bir vaqt o'zida mana biz AdMe misolida ko'rib chiqyapmiz. O'sha agent bir vaqt o'zida nima qiladi? O'zi kontent yaratadi, joylashni, qachon joylash kerakligini, oldindan bir haftalik, bir oylik rejasini tuzadi. O'sha reja bo'yicha o'sha kontentni joylab boradi, natijasini tahlil qiladi, sotuvni ham o'zi tahlil qiladi. Bu misol uchun butun bir jarayonni demak, sun'iy intellekt agent orqali amalga oshirish mumkin. Bugun bu narsa allaqachon yo'lga qo'yilgan. Man bitta masalada buyoqda misol keltirdim, lekin bu narsani buxgalteriya bo'ladimi, qurilish sohasi bo'ladimi, masalan, marketing bo'ladimi, menejment bo'ladimi, hamma o'zini sohasidan kelib chiqib xususiy sun'iy intellekt agentlarini yaratishi mumkin va bu juda ko'plab ish o'rinlarini egallab ketishi mumkin 2027-yilga kelib o'zimizda ham, ya'ni O'zbekistonda ham. Manimcha tushunarli bo'ldi sun'iy intellekt turlari. Mana sun'iy intellekt demak hozirda man bergan ta'rifimni tushuninglar, hozir uchun tegishli. Ertaga uchun ta'rif to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Yetilib boradi bu narsa ham. Demak, sun'iy intellekt nima ekanligini tushunib oldik. Turlari oddiy tushunish kerak. Demak, xususiy sun'iy intellekt turi, ya'ni generativ ikkinchi turi bir nechta vazifani bajaradigan va inshaalloh kelajakda sun'iy intellektni yana bir oxirgi super sun'iy intellekt, ya'ni insonga o'xshab juda ko'p vazifalarni bir vaqtda bajara oladigan sun'iy intellekt turiga qarab biza demak harakat qilayotgan ekanmiz. Bugungi sun'iy intellekt agenti masalasi ham tushunarli. Buni qanaqa qilib yaratish mumkin? Agar kompyuterdan savodxonligi bor odam ozgina sun'iy intellekt bilan, masalan, GPT bilan, Cloud bilan ishlab yurgan odam bemalol o'zini sohasidan kelib chiqib, rejalashtirib, buni sun'iy intellekt orqali o'z agentini yaratishi mumkin. Albatta, unga dasturiy savodxonligi ham ozgina kerak bo'ladi. Bu narsani baribir kimnidir ko'magida amalga oshirish ham kerak bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingi masala. Bu yoqda qisqacha suratlar bilan ko'rsatib o'tmoqchi edim. Ya'ni hozirgi kunda eng ommabop, endi 2025 turibdi rasmda. Ozgina yaqinlashtiraylik ko'rish uchun. Demak, 2026-yilda ham eng ko'p foydalanuvchiga ega sun'iy intellekt mahsulotlari. Endi bu yoqda turga ajratilgani uchun shu rasmni oldim, chunki hozir bu yerda xususiy, ya'ni birinchi tarmoqda bitta vazifani bajarishga mo'ljallangan sun'iy intellekt mahsulotlarida, masalan, mana bu yoqda video, rasm yaratishga mo'ljallangan sun'iy intellekt platformalari, mana rasm yaratishga, video yaratishga, musiqa yaratishga, ta'limda va hokazo yoki ko'pchilikning telefonida, telefon orqali ko'rgan u qidiruv tizimlari bor sun'iy intellektga asoslangan. Bu ancha oldin kirib kelgandi bizga, demak. Mana generativ bu narsani bilamiz. Mana aytib o'tgan juda ko'p vazifalarni bajarishga mo'ljallangan. Hozirgi kunda OpenAI bizda eng birinchi bo'lib sun'iy intellekt juda ko'p foydalanuvchiga ega edi. 2024-yil, 25-yil oralig'ida bizda Cloud AI kirib keldi. Mana bu yerda belgilab ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, Cloud Gemini AI kirib keldi. Hozirga anchagina ko'p foydalanuvchiga ega. Xo'p, sun'iy intellekt turlari haqida to'xtalib o'tdik. Bu yerda qisqacha ma'lumot keltirganim, menimcha bunga endi qo'shimcha vaqt ajratish kerak emas. Ma'lumotdan bu yoqda
yuqorida to'xtalib o'tilgan variantlarimiz generativ, agent masalalari. Xo'sh, demak, talaba yoki ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan mutaxassis mana shu yuqorida ko'rsatilgan sun'iy intellekt mahsulotlaridan qaysisidan foydalangani ma'qul? Masalan, matn bilan ishlashda, to'g'rimi? Matn bilan ishlashda generativ mahsulotlardan foydalangani ma'qul, to'g'ri. Juda ko'pchilik manimcha O'zbekistonda GPT nomi bilan OpenAI mahsulotidan foydalanadi, foydalanuvchiga ega, shuningdek clouddan ham foydalanishadi. Yoki Gemini uchalasidan man statistikani ko'rib chiqqanda O'zbekistonda eng ommalashgan sun'iy intellekt mahsulotlari hozircha mana shu platformalar. Xo'sh, Cloud AIdan foydalanilganda o'zbek tilidagi javoblari nisbatan sayoz ko'rinishi mumkin. Umuman sun'iy intellekt platformalaridan foydalanganda o'zbek tilida juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishi mumkin. Sababi o'sha o'zbek tilida ma'lumotlar bazasini yetarli emasligi, ko'pgina javoblar ingliz yoki rus yoki boshqa tillardan tarjima qilinib, ular tahlil qilib, boshqa tildagi mahsulotlarni tarjima qilib, tahlil qilib, keyin sizga javob berishni inobatga olish kerak. Hozir quyida yana mana shu javoblarni birma-bir siz bilan ko'rib o'tamiz. Amaliyotda ular qanaqa javob beradi biza uni qanaqa qilib tahlil qilishimiz kerak. Demak, tushunarli bu masala. Demak, talaba tadqiqotchi bo'ladi va hokazo. Umuman sun'iy intellektdan qanaqa qilib to'g'ri foydalanish kerak, qaysi masalada foydalanish kerak. Kuchli tomoni, yaxshi tomoni, agar biror talaba bo'ladimi, maktab o'quvchisi bo'ladimi, o'zi tushunmaydigan masalalarni bir nechta misollar bilan, bir nechta usullar bilan hozirgi kunda mana 2026-yilga kelib u o'sha bitta sun'iy intellekt platformasiga kirib test ham ishlashi mumkin, tushunmasa tushunchasini boyitishi ham mumkin yoki surat yaratib, o'ziga video yaratib ham nima deydi, bilim olmoqchi bo'lgan odamni xohlagan usulda, demak, tushunmagan masalalarni yoritib bera oladi. Reja va savol variantlarini berishi mumkin. Uzun matnlar bo'lganda o'shani masalan juda ko'p kitobni tahlil qilmoqchiman, boshqa o'shani qanaqa qilib nima deydi, sxemasini tuzib bo'limlarga bo'lib beradi. Xullas, mana shu narsalarga juda katta yordam beradi. Jadval, formulalar bilan ishlashda, til o'rganishda va hokazo juda ko'p mana shu bizani sohamizda ham foydalanish mumkin. Shu sxemalar yaratiladimi o'zini masalasida, video dars yaratadimi, yaratish va qo'llash kerak. Xo'p, agar o'quvchi yoki talaba yoki mutaxassis o'zini masalan ilmiy ishlanmasi, oddiy kursni ham sun'iy intellekt orqali yaratsa nima bo'ladi? 2023-2024 yillarda ko'pchilik bildi, bilmadi. Universitetda o'qiyotgan talabalar o'zini nafaqat kurs ishlari bundan tashqari bitiruv malakaviy ishlari yoki dissertatsiyalar sun'iy intellekt orqali yaratildi. Ba'zi o'qituvchilar bundan bexabar qolgan bo'lishi mumkin. Universitet tashkilotlari bundan bexabar bo'lishdi va nazoratsiz ishlar qabul qilindi, nazoratsiz maqolalar nashr etildi. Hozir internetga kirib tahlil qilsangiz, o'sha oddiy unaqa kuchli talabga ega, balki kuchli talabga ega bo'lgan ham saviyali jurnallarda ham mana bu masala, ya'ni manba o'ylab topilishi mumkin masalasida javob bermoqchiman. Shunaqa maqolalar chiqib qolgan, soxta ma'lumotlar, soxta statistikalar, soxta qonun hujjatlariga asoslangan manbalar chiqib qolgan. Buni sababi nima? Xususiy mahsulotlardan biza foydalanilgan yoki qo'shtirnoq ichidagi bilimdonlar
o'zini xizmatlarini taklif qilib, maqola, dissertatsiya yozib bergan. U yerdagi vaholanki manbalar soxta, sun'iy intellekt tomonidan o'ylab topilgan va natijada o'sha jurnallar ham bu narsani tekshirmasdan o'zi ko'p holatda tekshirilmaydi. Agar u tijorat maqsadida o'sha jurnal faoliyati yuritayotgan bo'lsa, chuqur tekshirilmaydi. To'lovini qilsangiz, demak, ishingizni nashr qilib beradi. Yoki dissertatsiyalar mana arxivlash masalasi elektronlashtirilgani tufayli bitiruv malakaviy ishlari ham, dissertatsiyalar ham demak, internetga joylangan va ulardagi juda ko'p xato ma'lumotlar bor. Bu nimaga olib keladi? Hozirgi kundagi sun'iy intellekt mana mahsulotlar, yuqorida aytib o'tganimiz, bular nisbatan yaxshi ishlaydi. Ya'ni aniq manba asosida berdigan joyingizda manbalar bilan keltirib chiqaradi. Lekin o'sha bu topgan o'zbek tilidagi manbalar 2000 o'sha ikki yil, bir yil oldin yaratilgan soxta manbalar asosida ham tahlil bo'lishi mumkin. Endi bu zanjirni uzishni iloji yo'q. O'shaning uchun mana manbasini beryapti-ku degan joyida ham o'sha manbani qayta tekshirish kerak. Tushuntira oldimmi? Bu zanjirda endi uzish qiyin. O'shaning uchun bitta manbada olinyaptimi? Umuman mana sun'iy intellekt bitta manbadan olmaydi hozir bu masalani o'zi tushuntirib o'taman. Eskirgan fakt beradi. Nima uchun? Mana qarang. Bitta faktni masalan 2026-yildagi statistikani yoki eskini bermaydi. 1900 nechinchi yildagi manbalarni berishi mumkin. Sababi bir narsani tushunish kerakda odam. Kompyuter dasturlari algoritm asosida ishlaydi. Masalan, suvni ol, rakamni ushla, suvni qo'y va hokazo. Algoritm nima ekanligini bilmaganlar uchun har bitta harakatni ketma-ketlikda tushuntirilgan bo'ladi. Demak, kompyuter dasturi ham xuddi shu narsa asosida ishlaydi va eskirgan ma'lumotlarni olishini asosiy sababi o'sha ma'lumotlarni aniqligini tekshirish uchun u nafaqat bitta bir nechta manbalarga murojaat qilib, qaysi manba ko'proq takrorlanib o'sha topilsa, chunki masalan 2026-yilda statistikasi yo tahlili bitta saytda yoki bitta manbada e'lon qilingan bo'lishi mumkin yoki ikkita uchta. Undan ko'ra u 2024-yildagini oladi, chunki u 24-yilda tahlilida yuzlab, o'nlab o'sha ma'lumotlarni topgani uchun eski ma'lumotlarni oladi. Xo'p, mualliflik ovozini yo'qoladi. Bu yana aytaman, bu kompyuter dasturi. Bu algoritm asosida ishlaydi. Bitta matnni sizga tayyorlab berayotgan bo'lsa, bir xil sxemada shu masalan uyni qurishini o'sha birinchi keyin g'ishti, keyin nima deb aniq proyektini ketma-ketlik chizilgan bo'lsa, sizda har qanday o'sha mavzusida o'sha sxemada ketadi. Dolzarblik boshlaydi, keyin mualliflarni umuman adabiyotlarni tahlil qiladi, keyin natija berishi mumkin va bu natija ham avval internetda bo'lgan natijalar asosida yig'ib beradi. Buni tushunchasi, masalan, siz dissertatsiya yoki bitiruv malakaviy ishini yoz deyayotgan paytingizda bu avvalambor o'sha bitiruv malakaviy ishlarni yuzlab, minglab bitiruv malakaviy ishlar qanday ketma-ketlikda yozilgan. Bir xil ketma-ketlikda o'zi tuzilishi. O'sha tuzilish asosida, o'sha sxema asosida yozib beradi va natijada sizni umuman ishingizda bir xil ohangda tuzilma bo'lib qoladi. Bir xil ohangda. Sizda g'oya yo'q, boshqa yo'q. Bor manbalarni tahlil qilib, har bitta rejangizni boshlanishi, tugashi bir xil. Xo'p, umumiy gaplarni ko'paytiradi. Buni asosiy sababini keltirishim mumkin. Hozirgi kunda ham xuddi shuni uydirma gaplar bilan to'ldirib berishim mumkin. O'zbek tilida manba yetishmasligi tufayli. Lekin bu tarjima asosida ham ishlaydi. Lekin tarjimada ham yetarli bo'lmaganida aytdim, o'sha bir nechta manbalarni topa olish kerak. Topa olmagan taqdirda umumiy gaplar bilan matningizni, so'ragan savolingizni to'ldirib berishi mumkin. O'sha uchun savol berishda qismlarga bo'lib bergan ma'qul. Maxfiy ma'lumot xavfi bor. Aynan ilmiy sohada aytmoqchiman. O'zingizda masalan hali ommalashtirmagan ishlaringiz bo'lsa, sun'iy intellekt mahsulotlariga bu narsani taqdim qilish xato deb bilaman.
Bu har taraflama hozir keyin bitta masalani to'xtalib o'tamiz. O'sha paytda xavfini chuqurroq sizga ochib berishga harakat qilaman. Xo'p, tushunarli, manimcha manba nima edi, nima uchun eskirgan farq beradi, muallif ovozi nima uchun yo'qoladi, umumiy gaplar nima uchun ko'paytiradi, maxfiy ma'lumot xavfi bor. Endi xavfli lavozimlarni ozgina chuqurlashtirmadik, sodda aniq berishga harakat qildik. Xo'p, ilmiy ishda AI bilan foydalanish mumkin. Bunga ko'p to'xtalishimiz shart emas. Demak, yuqorida bu narsani aytib o'tdik. Matn tahrir qilishi mumkin, himoya savollari yoki mavzu tayyorlash, tadqiqot savoli va hokazo va hokazo. Demak, mana shularda foydalangan, demak, ma'qul. Xo'p, bu borada umuman alohida video qilyapmiz. Chunki video judayam cho'zilib ketib qolarkan. Umuman AI bilan o'sha ilmiy ishlanmalarni tayyorlash masalasida umuman juda chuqurlashib yotmaymiz. Xo'sh, slaydimizni agar kimgadir zarurat bo'lsa tashlab berishimiz mumkin. Kimdir xohlasa. Так. Xo'sh, biza to'xtalib o'tishimiz kerak bo'lgan masalalar. Mana bu masalaga to'xtalib o'tmoqchiman. Judayam video zerikarli, kimgadir tushunarsiz bo'lib qolmasin. Demak, biza turlarni ko'rib o'tdik, qanaqa ishlashini ko'rib o'tdik. Hozirgi kunda eng ommalashgan bizning sohamizda ishlatish mumkin bo'lgan turlarni ijobiy, salbiy tarafini sanab o'tdik. Qanaqa xavflar borligini ham demak sanab o'tdik. Endi umuman bitta qilib tushuntirib o'tamiz. Bir narsani tushunish kerak, sun'iy intellekt o'sha rivojlangan sari undan masalan aynan ta'lim sohasida ham himoyalanish masalasi ham xuddi shunday rivojlanib bormoqda. Ya'ni balki O'zbekistonda bu narsa ozgina oqsoqlanayotgandir, lekin man bugun ko'rib turibman, juda ko'p ta'lim muassasalari o'zi aniq cheklovlar qo'yilgan, aniq talablar qo'yilgan ishlar olib borilyapti bu masalada. To'g'ri, o'sha kechikishlar bo'ldi. Bu borada 2023, 2024, 2025da o'sha aytib o'tgan masalalar tarqalib ketishi, soxta ma'lumotlar bilan to'ldirilishi bu o'sha ta'lim muassasalarini ham qaysidir tumanida o'sha kamchiligi bo'lib qoldi, lekin mana bu yildan ancha kuchli bu masala. Xo'sh, matn masalasiga qaytamiz. Demak, sun'iy intellekt bilan tayyorlangan matnlarni, parchani qanday tekshiriladi? Boya aytib o'tgan masalamizda bir xil ohang bo'ladi. Bu bir. Keyin bitta asosiy fikrni ushlab oladida, bitta so'z parchasi hozir quyida yana ko'rsatib o'taman. Bir necha bor takrorlanadi. Shablon iboralar bo'ladi. Ya'ni masalan, mazkur masala deb boshlanishi mumkin, ushbu deb boshlanishi mumkin. Eng ko'p eski versiyalarda ushbu deb parchalanadigan boshlanadigan so'zlar umumiy gaplar bo'ladi. Dalilsiz bo'ladi umumiy gaplarimiz. Nimani anglatadi, qaysi holatda cheklov, istisno va hokazo. Xullas, demak, birinchi tushunishingiz kerak, demak, bir xil shablonda bo'ladi. So'zlar uzunligi mana 10-12 ta so'zmi, matn oxirigacha 10-12 ta so'z. Xuddi shu tempda bir xil ohangda ketadi yoki bir xil xulosa beradi. Bundan kelib chiqib deb masalan yoki gapni boshlasida so'nggi yillarda chunki u nima uchun unaqa yozyapti? Yuzlab, minglab o'sha ilmiy ishlardada aynan shu jumla bilan boshlangan, u ham shu jumla bilan boshlaydi. Kompyuter dasturi, algoritmda o'sha bir xil nima bilan demak takrorlab beradi. Demak, nimadan tekshirilar ekan? O'sha gap uzunligi tekshiriladi, unda o'sha bir xil jumlalar, so'z takrorlanishi va hokazolar takrorlanishi orqali sun'iy intellekt orqali yozilgan matnlarni bemalol topish mumkin, lekin bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'zbek tilida sun'iy intellekt mahsulotlarini tekshiradigan detektorlarga, ya'ni xorijiy detektorlarga umuman ishonch bildirish kerak emas. Bunga isbot. Xo'p. Ozgina yaqinlashtiramiz. Videomizni eng ko'p. Xo'p, qarang,
bitta foydalanuvchimiz bizga sun'iy intellekt orqali tekshirilgan mahsulot tekshirdim deb yuborgan ekanlar. Bir narsani tushunish kerak. Marketingga qurilgan, marketingga asoslangan saytlar sizga bepul xizmatni taklif qiladi. Marhamat deydi, bepul tekshiring deydi, sizga tekshirib beramiz deydi. Lekin mana bu siz har qanday mahsulotni tekshirganingizda 86%, 90% algoritmi bor, o'zini faqat shu natijani beraveradi. Keyin pastida yozib qo'yadi, bizani xizmatimizga o'ting, sun'iy intellektdan tozalab beramiz, bizani 1 oylik obunamizni sotib oling deydi. Unda ham shu matningizni bering, $2 tozalab beramiz demaydi. Obunani sotib olasiz va necha pulga kuyganingizni tushunib yetasiz. Chunki u o'zbek tiliga hali ixtisoslashtirilmagan. Bu yoqda to'liq marketingga asoslangan, sotuvga asoslangan. Bu yoqda matnni e'tibor bilan o'qing. Serquyosh quruq 86% искусственный intellekt bilan yaratilgan mahsulot deb berilyapti. Umuman, o'shaning uchun umuman ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, kimlardir yozdirdingiz ish yoki ustozingiz sun'iy intellektda nimasini tekshirib kelgan joyda marketing saytlaridan umuman foydalanmang. Buni foydasi yo'q. И xuddi shuningdek, mana shunaqa marketing saytlarini obunasini ham sun'iy intellektdan tozalaydigan mahsulotini ham sotib olmang. Bu shunchaki mana bu so'zlarni o'rnini o'zgartirib, umuman matningizni oyog'ini osmondan qilib tashlaydi. Xo'p, demak, ishonchli saytlarga o'tamiz. Ishonchli saytlar. Juda ko'pchilik biladi. Antiplagiat.uz, Antiplagiat.ru. Aynan bu saytlarni olganim 2018-yildan buyonmi, kommentda yozib qoldirasizlar. Bilishimcha shu Rossiyada, O'zbekistonda manimcha, chunki hamkorlikda ishlaydi Antiplagiat.uz.ru arxiv ma'lumotlari. Bu nima uchun qarang? Antiplagiatga tekshirganda, masalan, siz bepul antiplagiat saytlarini tekshirdingiz, to'g'rimi? Bepul antiplagiat saytlari internetda bor ma'lumotlardan o'zbek tilida, ba'zilari tarjima qilish imkoniyatiga ega, o'zbek tilida bor ma'lumotlarga sizni mana bu matningizni solishtirib beradi. Lekin Antiplagiat.uz saytlari internetda bo'lmagan arxiv ma'lumotlar joylangan dastur tizimiga va u tekshira oladi. Internetda bo'lmasa ham arxivdagi ma'lumotlar orqali sizni ko'chirma ma'lumotlar bo'lsangiz, demak shuning uchun ham aynan ta'lim tashkilotlari o'zimizda ham Rossiyada ham aynan gos standartlariga javob beradigan Antiplagiat.uz.ru saytlaridan aynan plagiat ko'chirma emasmi masalasini ko'rib beradi. Aynan shundan sertifikatini, natijasini talab qiladi. Tushunarli? Xo'p, hozirgi kunda gos standartlari asosida talab qilinadigan antiplagiat saytlari sun'iy intellektga tekshira oladimi? Ha, lekin qisman. Bu faqat Antiplagiat.uz ham, ru ham juda chuqur tekshirish imkoniyatiga ega emas. Faqat u o'sha kompyuter uslubida, ya'ni o'sha aniq shablonda asoslangan matnnigina tekshirib ola oladi. Tushuntira oldimmi? Demak, misol uchun mana Antiplagiat.uz saytida tekshirilgan hujjat originalligi 95,96%. Shuncha foizda nima deydi, original hujjat hech qayerda yo'q ekan bu hujjat deb beryapti. O'zlashtirish 2,75%, ko'chirmachilik iqtibos snoska berib o'tgan 1,29%. Lekin mana bu qizil bilan keltirilgan narsa SI, sun'iy intellekt matn usuli mavjud. Shuncha sahifada почти 100% matn sun'iy intellekt orqali yaratilgan deyilyapti. Sun'iy intellekt orqali yaratilgan matn original chiqishi mumkin, lekin antiplagiat tizimi orqali mana shu holatda ko'rinadi. Yoki xuddi shunday Antiplagiat.ru mashina orqali yaratilgan matnda mana shunday krasniy bo'lib turadi va ta'lim tashkilotlari bu narsani qabul qilmaydi. Qilishga haqqi yo'q. Yoki bu narsani kamaytirib ket deyishi mumkin. Lekin bu yoqda yomon tarafi Antiplagiatdan natija yuklab bo'lganingizda
mana 27 sahifa deb turibdi. 27 sahifada aynan qayeridan, nima uchun sun'iy intellekt orqali yaratilganini hech qanaqa isboti yo'q. Faqatgina o'sha ko'chirma matn bo'lsa, o'sha turadi. Atak Wordda qanaqa ko'rinishda berilgan bo'lsa matningiz xuddi shu ko'rinishda beradi. Siz tushunmaysiz. Xullas, natija bor, lekin natija qayerdan olinganini isboti yo'q. Tushuntira oldimmi? Juda sayoz tekshirgan sababi mana shu. Xo'p, keyingi masala mana bular marketing saytlari haqida to'xtalib o'tdim. Hozir juda ko'p O'zbekistondagi universitetlar script plagiarism ko'rsataman. Tak. Demak, xo'p, juda ko'p O'zbekistondagi ta'lim muassasalari script plagiarism dasturidan token sotib olib tekshirilyapti ekan. Bu kompaniya to'g'ridan to'g'ri kirib registratsiya qilib, siz oddiy tijoratga asoslangan saytlarga o'xshab to'liq o'zingizni matningizni tekshira olmaysiz. Ham plagiatga, ham AI sun'iy intellekt mahsulotlari orqali yaratilganmi yo'qmi shunga tekshirib bera oladi. Katta tizim 99-98% aniqlikda tekshiramiz deb o'zini da'vo qilib turibdi va juda ko'p universitetlar undan token sotib olgan, ya'ni o'zini obunasini sotib oladi va nechtadir hujjati tekshirilishi mumkin. Anchagina qimmat sayt, hamma universitetlar ham sotib ola olgani yo'q, lekin O'zbekistonda 15 tacha universitet sotib olishga ulguribdi. Ya'ni shartnoma tuziladi, aniq shartnomalar asosida ta'lim tashkilotlari bilan yoki matbuot uyushmalari bilan shartnoma tuzib, o'zini demak tokenlarini sotadi va bu kuchli tekshiradigan saytlardan biri. Yana buni to'xtalib o'tdik. Endi o'zbek tilida yana yaratilgan tak Turintexuz mana shu saytdan foydalanib ko'rdik. Bu 2026-yil iyul oyida demak ishga tushgan sayt ekan. Bu natijalari qarang. Buni natijalari yuqorida aytib o'tgan aynan sun'iy intellekt masalasida kuchli deb bildim, chunki script plagiarism bilan bir xil natija berdi. Xuddi o'sha tizim bo'yicha ishlaydi. Mana qarang, nima tushuntirmoqchiman bu yoqda. Tizimda natija qanaqa berdi? Mana shu saytda havolasini qoldiraman. Demak, internetga yozsangiz chiqadi. Marketing sayti emas. Xo'p, mana masalan bitta so'z 100 marta takrorlangan o'sha 50 betlik masalan matnda mana qaysi so'z necha marta takrorlangan, nechta shablon ibora bor va natijalari mana shu ko'rinishda, ya'ni qaysi joyi sun'iy intellektda yozilgan, mana sariq, qizil bu yoqda keltirilgan eng xavfli qism. Eng xavfli sun'iy intellekt bilan yozilgan qismi. 81-100% sun'iy intellekt bilan yozilgan yoki mana 41%, 60% sariq bo'lib tursa agar, demak 41% shuni sun'iy intellekt bilan yozilganlik ehtimoli bor degan mazmunda. Bu yoqda hammasi instruksiyasida to'liq tushuntirilgan. Tushuntira oldimmi? Demak, saytda sun'iy intellekt orqali yozilgan matn tozalash xizmati ham bor ekan, plagiatga tekshirish. Yana ham bu haqida balki nima joylar biza reklamaga pul to'lashadimi yo'q. Demak, natijasi bu bilan bir xil chiqdi. Tekshiruv narxi 39 ming so'm ekan bitta fayl uchun, juda ham arzon. Bu nimada marketing saytlaridan ko'ra yaxshiroq, aniq natija bilan isbotlab beryapti qayerdan nimaga berilayotganini. Sun'iy intellekt bilan yozilganini ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlaydigan ekan bu ham. Xo'p, tushunarli mana sayt o'zbek tilida ishlaydigan bitta sayt tavsiya qila olar ekanmiz. Va albatta antiplagiat o'z bilan bir xil nimada olib borilyapti. Demak, bu tashkilotlar haqida ko'p to'xtalib o'tmadik. Demak, mana natijalari hammasini tushuntirib o'tdik. Demak, turlari qanaqa ishlashi, xavfli jihati, ijobiy jihati, tekshirganda qanaqa natija keltirib chiqarishi, hammasini tushuntirib o'tdik. Keyin bitta masalani ishlaganda qanaqa ishlash kerak? Agar bitiruv malakaviy ish boshqa
soxta ma'lumotlar bazasi yaratib olmasligi uchun proyekt menyusi bor. Har qanday nimada sun'iy intellekt mahsulotida manimcha endi generativ nimada bo'lganlarida bor. U yoqqa kirib proyektingizni nomini yozasiz, nechta chat ochsangiz ham o'sha chatda istoriya saqlanib qoladi, xotirasi. Bu narsani tushuning-da. Mana bitta chatni ochdingizda, bitta kurs yoki bitta mahsulotni olib borayotganingizda xato beryapti. Siz bilib o'tiribsiz, mutaxassis, savol beraverasiz, yangi manba yuklaysiz va hokazo. Bitta chatni o'zini xotira maydoni bor. U xotira maydoni tugagandan keyin tamom, u boshdagi nima aytganingizni esingizdan chiqarib qoladi. O'sha uchun agar proyekt menyusini yozganingizda proyekt doirasida nechta chat ochsangiz ham u bilib turadi. O'sha proyekt qanaqa instrumentlari bor, qanaqa fayl yuklashingiz mumkin. Mana shu manbalarni tahlil qilishda yordam berdi. O'shanda sizni ishingiz nisbatan sifatliroq chiqishi mumkin. Xo'p, biza keyingi darsimizda inshaalloh statistikalar va hokazolar bilan manimcha ko'p vaqt sarflashish keragi yo'q. Ozgina uzoqlashtiramiz. Keyingi darsimizda nima haqida to'xtalib o'tmoqchi edim? Bu yoqda amaliy ko'rsatmalar bor edi. Ta'lim tashkilotlari masalasida to'xtalib o'tmoqchi edim. Xo'p, ta'lim tashkilotlarini himoyalanish masalasida to'xtalib o'tmoqchi edim. Ya'ni O'zbekistonda ham allaqachon bu narsa yo'lga qo'yildi. Yuqorida ko'rsatib o'tdim. Bir nechta ta'lim tashkilotlari tarixiy tizimida ham o'rnatilgan sun'iy intellekt orqali yaratilgan matnlarni tekshirish. Bundan tashqari ayrim masalan bizada Moskva universitetlarida o'sha bitiruv malakaviy ishlarini o'rnini almashtirish ishlari ko'rib chiqilyapti. Ya'ni bekor qilib tashlanyapti, lekin buni iloji yo'q. Chunki yillar davomida ko'rilgan tizim. Talaba bitta masalan oddiy kursku bu degan joyda ham kursning o'zini vazifalari bor. Buni balki o'qituvchi tushunmas, balki o'quvchi tushunmas. Bolani aynan manbani tahlil qilishga o'rgatish kerak birinchi navbatda. Kreativ fikrlashga, ilmiy tilda ish yuritishga o'rgatish kerak. Bu maktabdan boshlanadi ilmiy tilda ish yuritish masalasi. O'sha narsani mustahkamlash uchun sizga mustaqil ta'lim beriladi, kurs ishi beriladi. Ana undan keyin bitiruv malakaviy ishlar beriladi. Undan keyin magistr ishi beriladi. Bularni hammasi ishlab chiqilgan bir katta bir tizimni bitta bolta bilan chopib, bo'ldi endi bunaqa bo'lmaydi, olib tashlaymiz, sun'iy intellektdan yaratilyapti ekan deyishdi o'rniga undan himoyalanadigan tizimni ishlab chiqishi yo'lga qo'yilishi kerak yoki mana juda ko'p bu yoqda yana ko'rsatib o'tishim mumkin. Juda ko'p top 100 talikka kirgan jahonga mashhur o'sha ta'lim muassasalari allaqachon mana shu tizimni yo'lga qo'ygan. Ular o'zi talabalariga sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish shartlari, foydalanish bo'yicha qo'shimcha darslar, qo'llanmalar yaratilgan va biza ham mana shu qo'llanmani tarjima qilib foydalanib va O'zbekiston sharoitida ta'lim muassasalari sharoitiga moslashtirib qo'llanma yaratdik. Sun'iy intellektdan o'sha ta'lim muassasalarida umuman ilmiy tilda ish yuritish, to'g'ri foydalanish yuzasidan agar qo'llanma kerak bo'lsa, nimada kommentda qo'llanma deb yozib qoldirasiz. O'sha sizga yoki Telegram guruhimizga o'tasiz. Telegram guruhimiz orqali o'sha sizga qo'llanma tashlab beriladi. Har ko'rinishda. Hech qanaqa pullik nima emas, videomizdan ham hech qanaqa yo'q. Agar videomiz ozgina foydali bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lardik. Obuna bo'lib qo'yib, ulashishingizni. Umuman bizani faoliyatimiz davomida hech qanaqa reklama uchun qilinayotgani yo'q. Shunchaki demak ilmiy savodxonlikni ozgina oshirish uchun bu narsani yo'lga qo'yganman. Bu 2018-yilda yo'lga qo'yilgan. O'shaning uchun nima qilish kerak? Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, ulashib qo'ying. Kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu siz ko'rib turgan taqdimot sun'iy intellekt mahsuloti orqali yaratilgan, faqat qo'shimcha o'zimdan ayrim nimalarni qo'shdim, chunki menga sun'iy intellekt orqali yaratilgan mahsulotlar hech qachon yoqmagan. Qo'ygani uchun o'zim uni o'chirib tashlab kerak joylarni o'zim yozib chiqganman. Xullas, sog' bo'ling, salomat bo'ling, foydali bo'ldi degan umiddamiz. Alohida dars qildik, ya'ni qanaqa qilib to'g'ri bitta matn tashkil borasida, keyin bitta parchani ko'rsatib o'tishim kerak edi. Mana qo'sh tirnoq ichida agar Telegram guruhlari bor va hokazo bor, dissertatsiya, diplom ishi deb yozganingizda
ikki mingtalab, 3000talab obunachisi bor Telegram guruhlarini ko'rdim. Mana bizani namuna ishimiz deb yozgan. Namuna ishini shuni hozir ochib ko'rsataman. Birga bir sun'iy intellektda yozilgan umuman saviyasiz narsa. Siz o'sha narsani tushunmasangiz, lekin bu demak yaxshi sizni ko'zingizda sifatli ko'ringan narsa aslida umuman saviyasiz narsa bo'lishi mumkin. O'sha uchun ishonchli bir yillar davomida faoliyat ko'rsatayotgan yoki o'sha mutaxassis ekspert darajasiga yetgan mutaxassislarga murojaat qiling yoki o'zingiz harakat qiling. Saviyasiz ishlar bilan o'sha nimani o'zbek tilidagi ma'lumotlar bazasini to'ldirmasligingizni iltimos qilardik. Sog' bo'ling.